Bu narsa zamonaviy tibbiyotda ham, tabobatda ham juda ham tan olingan narsa. Bizda ko'pchilik bilmaydi. Istardimki bu har bitta odam buni iste'mol qilishini, insult, infarktlarni oyoqqa turg'izib yuborgan. Bu juda ham foydali. Foydasi shunchalik ko'pki, bitta videoda sig'dira olmaymiz. Bu haqida juda ham katta video qilish niyatimiz bor. Sportsmen, immunitet ko'tarishlarga, emizikli onalarning sutini ko'paytirishga, sahri borlarning sahrini tushirishga, asalari ona suti juda ham foydali. Bu narsani qanaqa qilib iste'mol qilishini ko'rsatib o'taman. Bu farzand talabidagi ayol va erkakga birdek foydali, даже hattoki mo'jizali narsa. Mana bu bir kunlik norma. Shuni tili tagiga bo'ldi. O'zi sekin shimilib ketadi. Bir tili tagiga faqat. Bu narsani topish juda ham qiyin, ishonchlisini topish ham qiyin. Bizda juda ham soni cheklangan, O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Agar kim zakaz qilsa, agar yetkazib beramiz. Mana shu shaklda yetib boradi, xudo xolasa.